Akalar o'tgan safar chipsni yemadim sizlarda, aldadim, endi bu safar yeyman. Hamma yo'l tayyor qilib qo'ydim. Chipsni o'zi perchatkalar, suv ham olib kelib qo'ydim. Hozirdan ochib ber, tomog'im erib, o'lib nafas ola olmaysam, ocha olmasdan do'nqayib qolmay. Tak, chipsni ochamiz akalar. Bismillahirrohmanirrohim. Shu gapimni qirqib butun internetga tarqatinglar. Sho'g'ri bismillahirrohmanirrohim dedi. Yaxshi bola ekan, kurs ochsa ishonib pulimizni topshiramiz. Axir u blogerlikni o'rgatadi. O'zi kabi bloger bo'lamiz biz ham. Kursiga qatnashamiz deb tarqatinglar. Tak. Akalar, kimnidir xafa qilgan bo'lsam, mendan rozi bo'linglar. Chipsni tatib ko'ramiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Hozirdan o'zi pochkam og'riyapti. Achchig'ligidan, cho'chag'im 3 achishyapti. Yo, shamollagandan bo'lsa kerak. Ha, bu tuz to'plangandanmi o'zi 50 ga kiryapman. Mayli, gapni qissa qilay, akalar, chipsni yeymiz. Acala. Desam ishonmanglar akalar. Bu haqiqiy chips emas edi. Bilaman aytaman. Buyina nimaga xunuk bo'lib ketdi bu. Voy, bila qusdimmi? Pizdiyat. Mana haqiqiy chips pasti dedi akalar mana. Sizlar yana aldanmang. Ishonaverasizlar. Sodda xalqlar. Sizlar boshqarish oson, qaranglar. Oddiy bitta bloger boshqaryapti. Bloger emasman, endi video olaman. Endi boshqa narsalar tushunib qo'yaveringlar. Charchamanglar. Men ham serial qilyapman-da. Kimlardir gonkani 5 ta seriyaga cho'zib serial qilishyapti. Men ham qilay.